Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz sog'lom hayot va tibbiyot sirlarini bilishni istaysizmi? Demak, to'g'ri joydasiz. Bugun biz siz bilan juda ko'pchilikni qiziqtiradigan mavzuni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Albatta foydali maslahatlarni topasiz. Kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va agar video sizga yoqsa, albatta like bosing. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda katta motivatsiya. Birinchi, maxsus gel va spreylar. Lidocaine sprey yoki gel vaqtincha sezgirlikni kamaytiradi. Jinsiy aloqani biroz cho'zadi. Novocaine esa tavsiya qilinmaydi, chunki allergiya xavfi yuqori. Faqat tashqi tomondan ishlatiladi, haddan oshirib qo'llash mumkin emas. Ikkinchi, mashq va texnikalar. Start-stop usuli. Aloqa paytida yaqinlashganda to'xtatib, keyin davom ettirish. Squeeze texnikasi. Yaqinlashishda bosim berib qisqa pauza qilish. Kegel mashqlari. Pastki mushaklarni mustahkamlaydi, nazoratni oshiradi. Uchinchi, sog'lom turmush tarzi. Spirtli ichimlik va sigaret nazoratni pasaytiradi. Sog'lom ovqatlanish va jismoniy faollik jinsiy salomatlikni yaxshilaydi. Stressni kamaytirish ham muhim. To'rtinchi, psixologik yondashuv. Tez tugash ko'pincha asabiylik va qo'rquv bilan bog'liq. Tinchlik, sherik bilan muloqot va ishonch muhim rol o'ynaydi. Meditatsiya va nafas mashqlari yordam beradi. 5. Tibbiy maslahat. Agar muammo tez-tez takrorlansa, shifokorga murojaat qilish shart. Ba'zan sababi prostata yoki boshqa ichki kasalliklar bo'lishi mumkin. Shifokor dori vositalarini to'g'ri tanlab beradi. 6. Maxsus prezervativlar. Ba'zi prezervativlar ichida lidocaine yoki benzocaine moddasidan yupqa qatlam bo'ladi. Bu sezgirlikni kamaytirib vaqtni cho'zadi. Aptekalarda delay yoki long low deb yozilgan turlarini topish mumkin. Oddiy prezervativdan farqi xavfsiz va qulayroq. 7. Oziq-ovqat va vitaminlar. Sink, rux, vitamin E erkak salomatligi uchun muhim. Yong'oq, baliq, tuxum, yashil sabzavot iste'moli foydali. Suv yetarli ichilsa ham energiya oshadi. 8. Meditatsiya va nafas mashqlari. Tez tugash ko'pincha shoshilish va ruhiy taranglikdan keladi. 4-7-8 nafas usuli. 4 soniya nafas olish, 7 soniya ushlab turish, 8 soniya chiqarish tinchlantiradi. Meditatsiya va yoga mushaklarni bo'shashtiradi, nazoratni yaxshilaydi. 9. Dorilardan foydalanish haqida ogohlantirish. Ba'zi erkaklar kuchaytiruvchi dorilarga murojaat qiladi, lekin bu dori vositalari faqat shifokor ko'rsatmasi bilan ishlatilishi kerak. O'zboshimchalik bilan dori ichish xavfli.